Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taologa hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh taolo sizlar uchun yengillikni xohlaydi. Albatta bu oyat roza haqida tushgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo haqiqatan roza masalasida emas, balki barcha masalalarda bizga yengillikni Alloh taolo xohlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham hadislarda marhamat qilib aytadi: Yassiru va la tuassiru. Odamlarga dinni tushuntirayotgan vaqtda yengillik bilan tushuntiringlar. Va la tuassiru, qiyin qilib, qiyin tariqalar bilan, qiyin yo'llar bilan tushuntirmanglar deb payg'ambarimiz marhamat qiladilar. Demak, azizlar, dinimiz juda yengil, oson va insonni foydasi uchun qaralgan masalalar. Aytmoqchi bo'lgan masalamiz shuki, Alloh taolo insonga qanchalik bir sinov bergan bo'lsa, qiyinchilik bergan bo'lsa, uni orqasidan yengillikni ham bergan. Va yengillash yo'llarini ham Alloh taolo ko'rsatib ketgan. O'sha qiyinchilik va sinovlarning biri bu qarz masalasi. Tarixni qaraydigan bo'lsak, musulmon, kofir, yosh, qari har bir insonning boshidan bu masala o'tar ekan. Ozmi, ko'pmi, vaqtinchalikmi yo uzoq muhlatgami, qisqasi har bir insonning boshidan bu qarz masalasi o'tar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qarzdan qutulish yo'llarini ko'rsatdi. Qarzdan qutulishning yo'llaridan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytib ketgan duoni o'qiydigan bo'lsa, bu haqida payg'ambarimizning hadislari bor. Inshaalloh u inson albatta qarzdan qutuladi. Duo quyidagicha: Allohumma kfini bi halalika an haramik va aghnini bi fadlika amma siwak. Albatta bu duoni har doim o'qib yursak bo'lardi. Lekin boshqa bir rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Juma kuni kim shu duoni 70 marotaba o'qiydigan bo'lsa, 2 haftaning ichida albatta Alloh taolo u insonni qarzdan qutultirib, Alloh subhanahu va taolo mushkullarini oson qiladi, deyapti. Demak, azizlar, inshaalloh har birimiz o'sha mushkullarimizni oson bo'lishlik yo'lini ko'zlab va shu duoni doimo o'qib yuradigan bo'lsak, o'sha qarz qiyinchiligidan Alloh taolo albatta bizni chiqaradi. Alloh taolo barcha musulmonlarni qarz sinovidan chiqarib, Alloh taolo hojatlarini bitirgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.